Gapga ustalarning ustligi ba'zida bir eg'iz gapdanla bilindi. İctimai munosabatda didliq ham olqishliq bo'lish uchun tövandagi 4 eg'iz gapdan ehtiyot qilishimiz zarur deb o'ylab bu videoni ishlayapman. Siz bilan o'rtoqlashaman. Buning birinchisi, men uqmaydim, bilmaydim deyish. Bizga notanish xizmat topshirilganda shu anla bilmaydim, uqmaydim demay, o'rganay deyli. Pozitsiyamiz samimiy bo'lsa, boshqalarning bizga yordam qilgisi keladi. İkinchisi, doim tushundingmi, angladingmi deb so'rash. Psixik jihatdan qaraganda, bunday savol jumlalarda hujum xususiyati bo'ladi. Ham kamsitgandek bilindi. Shunga uning o'rnida men tushundira oladimmi desak, boshqalarga kamtar ham illiq ta'sir bera olamiz. O'pchorimizdagilar bilan aramizga sovuqchilik tushib qolmasin desak, shunday savol jumlalardan ehtiyot qilaylik. Uchinchisi keldi-ku. Desla, unda qilsang bo'ladi, bunda qilsang bo'lmamdi degandek gaplarni qilish. Bo'libmi, ayollar yoki bo'lmasa, yaqin juftlar orasida u ishni sen qilsang bo'lmamdi, bu ishni qilvassang bo'lmamdi deyish. Ko'pincha odamlar bunday talaffuzdagi gapni anglasa, menga buyruq qilyotdi deb o'ylaydi. Ham beorom bo'ladi. Shunga qilvassang bo'lmamdi deyishning o'rniga qilvassangiz bo'larmi? Qilvassangiz bo'pti-ekan deyishmi? Gapga ustalikning bir alomati bo'ladi. Masalan, bugun men ulab ishlaydi ekanman, balni siz og'ash kelsangiz bo'pti-ekan degandek. To'rtinchisi, lekin biroq degan so'zlarni ko'p ishlatish. Bo'libmi, birovning bir ishini maqtab bo'pla oqidan yana bir ishini ayiblash. Buningda biroq degan bir so'z bilanla oldida deyilgan gap yeyilib ketadi. Shunga gapga usta kishilar bu so'zlarning o'rnida faqat shug'unisi birli yeri degandek boshqacha so'zlarni ishlatadi. Maqsadni boshqacha ifodalay oladi. Bu gap ham boshqalarga texmi yaraydi. Bular gap so'zni tuzashning oddiy usullari. Bu jihatda o'zimizga pat-pat askartib basaklar, munosabatchanligimiz texmi yaxshilandi. Manfaat bo'lsin azizim.